Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa, mana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'lyapti inshaalloh. Hozir sizlarga ustaxonadan ozgina lavha qilib o'tamiz. Ko'proq o'rnatgan joylarni endi mana orada ustaxonadan qanday tayyorlanayotgan, tayyor bo'layotgan va qanday lavha sepilib qurib tuzilganini ham xudo xolasa qisqa video qilib olib o'tamiz. Xo'p, bu yerda keyingi qarashli zakazlarimiz, dabollarimiz, yog'och zakazlarimiz kraskaga tayyor holatda 4 teshik 4 rom shkatulkalarni qilib kraskaga tayyor qilib qo'ydik. Xo'p, bu yerda eshiklarimiz ichlari, derazamiz ichlari kraskaga tayyor, bularni chiqarib addeni sepamiz chiroyli holatda. Xo'p, orqa tomonda MDF zakazlarimiz bor, 5 teshik, 5 ta rom, mana xudo xolasa korobkaga tayyor holatda zakatopga qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu xonamizda bilasizlar, ko'proq qo'yamiz videoda, kraska sepib, lak sepib quritadigan xonamiz, chang tushmaydi. Tiniq holatda quriydigan boks xona deb qo'yadi. Shu holatda shu yerda chiroyli qilib quritamiz. Xo'p, hozir bu yerda korishniy, mokriy svetda har xil fasonda yopiq, aynalik, figurali, sodda, har xil fasonda, har xil rangda eshik romlar bor. Xo'p, laklarini glansiy qilib chiroyli holatda quritdik. Mana inshaalloh laklari ham o'ta go'zal holatda quridi. Xo'p, derazalarimiz mokriy va korishniy. Xo'p, mokriy rangdagi eshiklarimizni korobkalari. Orqadagi korishniy svetda ichidagi gullarini korishniga bo'yab berganmiz. Xo'p, bularni qora rangga bo'yab berganmiz. Xo'p, mana shu xuddi shu fasonda ichini korishniy svetga bo'yaganmiz, bunda qora svetga bo'yaganmiz. Xohlagan ranglarda bo'yab tayyorlab beramiz. Laklarini chiroyli chiqish uchun glansiy lak qilib sepib berganmiz. Chiroyli turadi. Kraskalari ham o'ta tiniq holatda, xudo xolasa mana bular qurib, xudo xolasa hozir tayyor bo'ldi. Endi zapchastlarni qo'yib, inshaalloh xudo xolasa terib tayyorlaymiz. Xo'p, bu yerda mokriy ranglarimiz ham bor. Bu tarafda xo'p 4 ta bir qanotlik, 2 ta derazamiz bor. Farg'onaga, Quvaga tayyorlab berdik. Bularni ham o'rnatib, terib, xudo xolasa syomkalarni qo'yamiz. Bu nocha eshiklarimiz bo'yi 2.60 ga, endi 1.20 lik o'zimiz bulog'oshiga lola fasonda qilib, bularga bunga o'xshab palas ochmadik. Shunaqa zakaz berishdi, tiniq oddiy обычный holatda qilib berdik. 99 lik 607 6900 nomerimizda bemalol bog'lana olasizlar. Telegram, WhatsApp, imolar bor. Razmerlarni bersanglar, katalog tashlab beramiz. Yoqqanini to'lasanglar, inshaalloh chiroyli holda sizlarga ham shu holda tayyorlab, olib borib uстановка qilib tayyorlab beramiz. Kelishgan holda borib o'zimiz o'lchab, yana uстановка qilib berish shunchalik ketadi. Eshik romlar katta kichik kelib yoki o'ng chap teskari bo'lmasligi uchun o'zimiz borib, o'lchab chiroyli holatda yasab beramiz. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida.